Jangal bulaq. Tursun to'xtu to'xturuzu şunqar. Birinchi qism. Ketmanni ishlatmasa datlishar. Yetmiş altı öylük bu kichikkina mahalla bilan yezi bozorining oraliqidagi musofa xilili yiroq. Bu mahalla butun yezi bo'yicha eng chatdagi mahalla. Sharq tarafi cheksiz ketgan to'g'roqliq. Janub tarafi tugul o'ksizdek igiz past qumliq. Shimol tarafi tüp-tüz ketgan qum aralash shig'illiq. G'arb tarafi bo'lsa odamni cho'kurgidek quyuq o'sgan qumushliq. Qumushliqning o'tirisiga yilondek suzilib yotgan bu kengri yo'l yezi bozoriga tutishidi. Mahalla bak chatga joylashqashqimi odamlari shunchalik namrat. Uylarining hammasi pakar kelgan to'ptamliq. O'yli tamlari yulg'un shexi bilan qo'shamdalgan bu mahallaning ismi nihoyatda o'zgacha bo'lib, Jangal bulaq mahallasi degan nomi bor. Ko'llarning aytishicha, buro mahalla bino bo'lmasla, g'arb tarafdagi quyuq o'sgan qumushliqda bir buloq suvi paydo bo'lganmish. Kishilar u buloqning jangalda ekanligini ko'z tutib, jangaldagi buloq deb atishibdi. Keyinchi bu mahallaning ismi shu buloq bilan qo'shilib, Jangal buloq deb atilib qoldi. Tuvanda biz dal mushu Jangal buloq mahallasida yashayotgan bir qism kishilarning qiziqarliq tragediyalik ish faoliyatlarini asar xumar do'stlarga bayon aylashni qaror qildik. Qash qaraygancha Yiroqdan liq tuz besilgan ikki eshak arvisi kelyotdi. Ay, eshak arvisining endi yondishib, ikki odam kelyotganda qilamdi nima? Biz yaqinroq berib qarab boqaylik-ku. Kirlashib, rangini tunuqsiz bo'lib ketgan shapaq to'pisi beshiga kichik gap qolganlikdan beshining cho'q usulib turgan. Pijg'irim issiqda yuzlari qardab ketgan. Tatqan chapalari chiroyga maniman deb chiqib, o'z yeshidan xilili cho'ng ko'rindigan. Ko'nrab ketgan paxtak ko'nikining qoq biridagi chaqmoq gullik potining orliqiga qarshida ketib ketgan zag'irni qistirib bog'lab olgan. O'shiqlar ko'rinib turadigan kalti ishtini larzon shamolda bayroqdek lapildab turgan. Yertilib ketgan ko'k rangli xaydin 5 putining barmoqlarining hammasi chiqib qolgan sayim shalok shalvoqlarni eqitib, ishida birini bilan deb o'tildig'ini chikilyotdi. Onun keyindeki eshak arvisining yendili yondishib kelayotgani chiroyi qop-qora. Yuzlarini kirpi tikindek yirik soqol burutlar besib ketgan. Qishmiyoz beshidan ammaydigan qora bo'z talpikining u yer bu yerlarini kuyib ketgan. Kirg'i pishib, keyin tarafi tarlab, oppoq sho'r o'rlab turgan, qora ko'k jo'nsayfu formasi cho'nkab qolganlikdan qaran chuquli o'xshab qolgan. Tizlari yertilib ketgan chiparqut ishtinni pushqoqlariga turib olgan. Sapan tatqan öküzdek puşuldap kelyotgani Yimin Shangyu. Bu Shangyu degan laqamni o o'z-o'ziga qo'yib olgan laqam desakmi bo'ladi. Uning aytishicha, uzun zamonlar ilgari uning qaynakisining aksidamdi yoki bovisining yana bir nimasining bola chaqasidamdi, ishqilib bir nimasi Shangyu bo'lganmish. Birasi uning ota bovisining Shangyu ekanligiga chin tutmasa, u ajdodlarini naql keltirib, dalil isbot ko'rsatishga tirishib, zuvani talg'uch kapılda paramaydi. O issiqda quloqlari salpiyib, qadamlari bağancha aslab qilayotgan bo'z eshkining nuqtasini tatib turib, og'zini buzib tilladi. Xita, o'ttasa oyog'ida pishtilmaydigan tan.
Yang dese qanığı döçkende keydi. Ming dese tasqalıda ketip uxlap qağılı. Nädimi nesip boldun ki sen bana? Ha? Mening ishing asta, yishing dasta. Is. Jinim bir aqitim asqatqanani ko'mak o'lib ketadigan o'xshayman. Sayım Sherlock beshida o'nashmayotgan shapaq to'pisini ostiga besib kiyib olgandan keyin to'xtamay eshigini tillayotgan Imin Shangyo qarab xildab kulgunicha dedi. Imraxun, nimanda qapaqning ichidagi hardek xo'ldab yesildayman. Bechor jonivorni tillab eshak bog'iga to'yg'izam silishimda. Ha, ko'midingmi aynan bu ishini? Taps tavrimas baz oldi bu. Eshak deganmim shunda olamdi deyman. Az qaqshangla. Elimizning yolg'izlig'inligi mushi eshak bo'lmasa o'lginingli shu aslini. Kunduzi kuchidan foydalansizlar. Akşamları xotiningning yo'qligini bilindirmay, ish pushog'ini chiqarib qo'yapman-da, he? Qo'yinglar ukam shu gapni. U ishildan 15-16 yosh vaqtimizda chiqib bo'lgan biz. Chiroyi qarsimi qo'zaq to'yab qoladigan. Qaddi chinodek, bir jup ko'ksi onadek, suv isi gilidan ko'rinib turadigan qo'ydek raj cho'kalining to'liligida yetishmayvatsam, Adab buni Shangyo. Keçileri xotiningning ustixonlarini mujib ag'irtanmay, kayningni qilib yetib olg'ashqa, yemek içmek onamning uydimi bor deb xotiningni ajrashma deb turib olganda, ishtanga chiqqan ko'ngilga tayin tursa, ha? Qag'ila qaqitar, o'z ko'nglini xush etar degandek og'zingni tatqib yurmangli bo'ldi. Gapimga faqatli ishonmadinglar-ku, ha? Sarani go'llab nima qilamadim. Ma'limizdagi Matqasim Yorg'uning xotini Avzigil bilan Mana Imin Shangyo demaydigan gapni deb salganligini his qilib, oxirini demay to'xtab oldi. Bu gapni anglab, Sayim Sherlockning ichiga o't kirdi. U mengayotgan eshigini majbur to'xtatib, Imin Shangyoning qishig'i keldi. Keyindan agishib kelayotgan Imin Shangyoning eshigimi shu hamon to'xtadi. Vay demamsil aka oxirini qaynayotgan qozonga suv qo'ygandek to'xtab oldinglar-ku. Silimicha qayrig'ininglarga boqmay, Matqasimning xotini Avzigil bilan ishpash tatishib yurdingmi? Meni yod ko'rib o'tibsizlar aka. Men ya unda og'zining pajimi yo'q odamlardan bo'lmasam, dedim-ku men. U Avzigil bilan atgan o'q yonmas aka. Og'zingizdan chiqqan gapni qaytarib ololmaysizlar. Amsafka Avzigil ikkimiz to'g'risidagi gap so'zlar ikkimizning orlig'idiliq qasunjima. Ay xotirjam bo'linglar aka. Meni do'qmishdiki Sarixon qanchoq ko'rib qolmagansizlar? Hamda daymana. Beshingni ichingdagi tiqib yurganinglar bilan xotin kishini ko'rgan hamon soat chujini og'andek pushlaydigan, topgan yerda dop etib mushlaydigan, besh qatiq hangi eshakdak bir nima ekansizlar? Hamda shu katmanni ishlatmasa dotlisha, quruqdaga o'r turmay qatlisha deydigan gap emasmi? Deqirib qolgan boqadek bo'lib ketdim danglar hozir. Ikkisi gapini tugutib, o'zlaridan yiroqlab ketayotgan eshak qarvullarining yeniga yugurishdi. Xo'sh, aziz anglovchilar, endi gapni mahalladagi ishlardan boshlaymiz. Apkashni do'lisiga elib sug'i chiqqan Ayshugul atrofga bo'yindab qarab, birisini taqozzoliq bilan kutyotdi. Uydagi yo'g'on kupda liqqida suv tursimi, mol chorvalarni sug'urib o'tay deb, kashning bo'lishini kutmayla Ayshugul apkishiga ikki tolchilakni osqinicha g'ichirlatib ko'l bo'yiga keldi. Amdili 16 yoshning qarisini olgan qo'y ko'zlik, bug'doy o'ng. Kulsi ikki mang'izda o'moqqina bir jup sinoq paydo bo'ladigan. Qanshirning sol tarafida bug'doychilik cho'nliqda ming'i bog' g'unchi bo'y kelgan Ayshugul
әпкәшні көл бойға қойып, таш тізіп ясалған пәләмпәйден керіп, су ұсышқы тәмшәлді. O bir çilek suyunu әп chiqib, ikkinchi chilakning suyini usay deb, chilakni suvga cho'kirib turishiga cho'ltokkida qilib ko'l suyiga bir narsa tushdi. Ayshigul cho'chib, ko'lga tushib ketishga tasliq oldi. U suvni ishtikla usib, beshini ko'tardi. Ko'l bo'yida hech kim ko'rinmaydi. U bir oz turib olib, yuragi sal joyiga tushgandan keyin chilakni ko'tarib mangay deb turishiga ikkinchi qatim yana ko'lga cho'ltokkida qilib bir narsa tushdi. Ayshigul bu qatim ancha qo'rqib ketmadi. U atrofga sinchilab qarab, ko'l bo'yidagi yo'g'on bir tup sugatning keyniga o'tib olgan gavdini ko'rib, unlik ovozda dedi: "Voy beshing yeydigan saxo, qo'rqitib jinimni olding. Oldimga tosh etib yurgicha burunroq mo'rab qo'ymay." Eliqi gavda qaqoqlab kulgunicha sugatning keynidan chiqdi. Yigit shapkasini keyniga qilib kiyib olgan. Yuzlari so'zunchoq, qarantul kelgan bu yigitning ismi Arshidan edi. Xapamagana jinim. Buningdan keyin endi sen tosh otquchi qashatay, ha? Qilinning davatgan gapini. Ayshigul Arshidanning dolisiga yenik birini urib qo'ydi. Arshidan Ayshigulning qo'lini ching siqqanicha dedi: Ajab sig'indim jinim seni. Qo'limni qo'yib qacha. Bundaq ochiqchilik tutursak biroz ko'rib qolsa, oq eshakka bo'ztaxan yetiltib gap-tap qiltirayli. Amsa daldig'iroq kirib, birdan kapta bachkisiga dambaganda qilishmabdi, ha? Voy, menga qilin, davatgan gapini. Ko'l bo'yida uzoqqa yo'l bo'lib qolsam, onamning tildashnamlari tayyama. Ay, niman joldiraysa? Tunugin kechdimi, seni qo'noqliq o'tog'iga chiqib qolamo deb qarong'i tushkichi etizliqonga chiqadigan do'ng'oq sugatning to'yida saqladim. Lekin qarang'ni ko'rsatmadi. Nimishqikin, yaqindan buyon onam meni yolg'iz qo'noqlikqa avatmas bo'lib qoldi. Voy, nimishqamda? Bunda qissa bizning ko'rishmikimiz tas tushmamdi. Onamning aytishicha, bo'yiga yetib qolgan bir qiz o'zi yolg'iz qo'noqlikqa o'tog'li qo'y baqilbasi bo'lmasmish. Amisi shundaq bo'lsin. Men ketmasam onamning afsonalari tayyorli turdi. Onam bir narsa demagan taqdirdimi, bu mahaldagilar. Voy. Qo'qqonga qo'sh ko'rna degandek, ushaq gapimi to'li kan sening. Atugin to'yni qilib uyamga achib olsamg'o, yana gap topqinni ko'raman bu xalqni. Yo, bir tezroq shundoq qilmadi. Hech bo'lmasa beshimni bo'lsa bog'lab qo'ygan bo'lsang, uyimizga elchi-pelchi deganlar kelib zeriktirmas edi. Meningmi shu beshani bog'lab qo'ygan batdi. Lekin bugun bir atal sho'yni chog'liq bir narsa og'ach kelmabdimi emasmi? Voy beshingni yeydigan abga. Davatgan gapini qarab uning. Mushu gapnimi chaqchaqqa burab o'tiraveramsan? Ati o'gin dadam bilan onam meni boshqa birisiga beribsa, nadomatning o'chiqiga o'tqalab o'tirasan qachon? Hay, xapamag'ana jinam. Ustam mush yil 10-oyda dukorib berma deydi. Shuning bilan menmi atiyozning yo'rishi bilanla to'yimizni qilib ha? Jangal bulaq. Tursun to'xtu to'xturuzu şunqar. İkinci qism. Qizıtılgan suiqashdek ta'mi yo'q, hech bir ishqi pami yo'q xotin. Manda olsun amsa. Men o'gillik kechda Rahmon Tosha Mehmet bakşaklarını ilip, öğüngü go'ng'ir o'ltirg'ili kelgan bo'p barayli. Men azroq vaqtdan keyin tartim qistab ketganni bahona qilib taloga chiqay. Senmi shu chog'da bir amal qil, ha? Voy, buncha japa tortib nima kepti? Sevgili chiqib uzoqroq paranglashamaysan men bilan. Ikkimiz tangli yo'qab ketsak, cho'nglab gumonlanib qolmamdi. Voy, buni bilma.
faqat shu lavlaringdagi shirin sharbatlaringga bir qiynab olsamli kifoya. Bir qitim deysan-ku, mangu qanmayman deganing yolg'on-kanda? Yo'q, undaq emas. Men demakchi, Bilaman, chaqchaqib qo'ydim. Amsi men mangay. Ayşugül apkashni dolusi qilib ko'tirib mangdi. Arishidan qizning qarisi yutpicha qarab turdi. Ayşugülning taliga uning ko'l bo'yida arishidan bilan paranglashib turganini hech kim ko'rmadi. U arishidan bilan paranglashib, xili vaqtni o'tkazib o'tgachga, erib kassimi, apkashni yerga qo'ymayla uyning oldiga keldi. U ikki tarafi shiviq bilan qo'shamdalgan chitloqning qoq o'tirisiga bekitilgan g'aral shaklli ko'nrab ketgan ongidan kirib, to'piliq o'yliga qadam qo'ydi. O'yilning qoq o'tirisida bir eshak arusi ikki shotisi osmon qaritib qo'ygan holda turadi. O'yilning bir burjigida katman, tamoq, ari qatorliq dehqonchilik saymonlari, yana bir burjigida islashib ketgan mo'r o'choq turadi. O'choqning beshida Ayşugülning onasi Helimxon o'choqqa o't qalab, qozon esish bilan avora edi. Qizining nima sababdan kechikib kelganligini allaburun qiyos qilib bo'lgan Helimxon ko'zlarini yo'g'on ichib, suv ko'tirib kirgan Ayşugülga sholisini chashdi. Asrab qolgan, dig'irib qolgan shovchi inak. Ko'sib qolgan qanjiqdek, nimandaq uyda o'ltiranmaysan. Uydik to'nda liqidi suv tursimi, ko'l bo'yida biroz to'ydim kesib berdigandek, to'tpliq bo'lib yugurib kelishing emdimatiqi. Ko'lning suvi tugab ketib, cho'ng o'stangning bo'yi ketdimikin debdi men seni. Voy jinim ana, ko'l bo'yi bilan uyning orliqimi xeli botursa? Ha, xeli pa. Sen suvga borganda ko'lga boradigan yo'lga biroz sepil suv to'sibotganmi, ha? Ko'l bo'yi chitlaqmikan ya? Undoq emaskan. Emisi biroz tutib oldimi ko'l bo'yida? Yo'q ana, tutib olmadi. Eshak bog'laydigan qo'ziqda qarab turmay, menga uy kirib say adala. Buningdan keyin burniga jigdi chechik purab qolgan bo'lsa-mu, qung'angni g'it qisib uyda o'ltir. Kuylab qolgan modadak chap-chip qolmay. Bu gapni anglagan Ayşugül mishildab yig'lig'inicha yotoq uyiga kirib ketdi. Hukum vaqti bilalla, xotini Mangnisani yotqanға solab, tapşırıq işləşkə tutunğan Mətdoxtu Boqa işini əplashtiranmay, basavəllikni Mangnisadan ko'rib, uni g'aljir itdek talamaqdi edi. Qo'yg'ina va. Xotin kishi deganmi sendek olamda va. Shash baytaldek chapchib turgan avasim bilan katmani saplay deb tursam, shinisi bo'shab qoladi, o'mlaqman. Xotin kishi deganning qahirtanni illitidigan yozi, ha? Bag'rimga charjlandek tashlanib turgan nozi bo'lish kerakdi. Qachonli qarsa toshda ketib o'tirgan. Xapsini, Magnisa xapsini. Qachon sening kashing to'g'rilab, tirnoqni to'qtig'idek bir ko'galla digudek chiroyi qarab o'ltirsimi, qo'saq to'yib qog'ida xotindan birini olmasam, senda qizitgan suiqashdek ta'mi yo'q. Hech bir ishqi pami yo'q xotin bilan. Siz jonga ikaksilib o'tib ketgidekmi bu olamdan? Undaq demisizlar dadisi. Solishib beshini sangiltib turgan daraxtga ay berib diyek qo'ysa tik turdi ekan. Silining o kapsiz so'qchilarimi sabab qisila asabtoydek shashlaydigan, qadamda bir sapan tatib ish boshlaydigan, harg'an chaqda tarlab ishib ko'zlarini yoshlaydigan bo'lib ketdi. Mangnisaning degan gaplari Mətdoxtu Boqaning ichqa yeriga to'satgandek bilinib, chiroyi po'sti so'yitilgan daraxtdek oqirib ketdi. Uning ochiq kelib, o'ziga yilinayotgan Mangnisaning tumshug'iga kilishtirib birini tepdi. To'satdan tekkan peshvodan Mangnisa yiltiz yo'q sesiq ko'takdek keyniga uchib tushdi. U o'zini kontrol qilolmay, supidan arashqa ko'piri tushib ketdi. Vut yo'q maras. Diye qo'ydiganga, bizning jumbiljoqni shaptulchiq ko'rib qoldingmi? Ayol kishi degan, menda erining ko'nglini elishni bilmasa, sulashgan ziroatga o'qishib qo'ydi ekan mana. Mətdoxtu Boqa öküzdek pushildab, kiyimlarini kiyib, göz dastiginicha sirtqa mangdi. Cho'kan zar-zar yig'i ichida jaloqlab titrabli o'ltirib qoldi.
Kapsiz boqa hozir pichivatgan o'kizga o'xshab qoldi. Ishtik pichoqni bak ishlatsa, besi uchib ketganga o'xshash shash boqa tamoman ishdan qoldi. Lekin Matto'xti boqa bulardan bexabar holda bola o'g'il bo'lsa o'zidan, qiz tug'ilsa xotindan ko'rayotdi. Mangnisamo erining gapini rostlab bilib, o'zini o'zi ayiblab ketdi. Davomliq mushundoq ketaversa, erining chaponni ta'tir kiyib, ajrishiman deb qajliq qilib turvaldiganligi o'ziga ayon edi. Mangnisaning ta'sis qurgan bu illoq makonning kulini ko'k so'rg'usi kelmadi. Biroq Matto'xti boqa Mangnisaning barliq tirishchanliklarini bekorga ketkizibdi. Mangnisaning ko'z oldida ota-onasidan ayrilib, zar-zar yig'layotgan ikki bolasining kiyik bolasidek bo'zlab turgan holati kelib, yuragi pichoq tutilgandek og'rib ketdi. Yig'isi qaytadan avjiga chiqib, o'pkidab ketdi. Çınarxan! Çınarxan! Erining ko'tak yargandek bum ovozini cho'chib uyg'ongan Chinarxon ko'zlarini yo'g'on ochdi. U bir narsa bo'g'icha hujra uyning bo'sug'isida Urayim postak paydo bo'ldi. Qopini deyma, kurik to'qib tuxum bosgandek kun tushkicha yetevamay. Ne vaq olam tavat qila. Ay! Vay mani mana qopdim. Qaqnashdi qar bo'randa qolgan sayildek altag'il to'lab qopsil ekan. Qo'yimiz yerikdim silning mushu buzuqqanaydek sat ovozingladin. Qaq saharda manga dorg'i bo'lib qo'ngamga oqsaqalli qilmasangmi? O'z ishimni o'zim tepib qilalig'chiligim bor mening. Ha, bak tepib qilalaysa ishingni. Har kuni saharda qildigan ishingni ko'zingga ko'z tutib turmasam, chichib poqangni yeb o'tirgan xotinsan. Chinarxon qismoq ko'zlarini yo'g'on ichib, eriga bir nima demoqchi bo'lib to'xtab qoldi. Chinarxon dumbisi chak-chak yerilib, tapallarini qasmoq besib ketgan putiga sapmikashni kiyibla, peshonasiga tushib qolgan manglaychechini ustiga qayrib qo'yib, talog'i mangdi. Ay, nag mangding ey xotin. Bak qo'saq ichib ko'kirab ketdi deyma. Nashliq tayyor qilmay, yana taloq yuraydi ama xotin. Yer zaminni sug'urib etay deb mangdim. Uyning kayniga. İçimde bir bekarlı vetivrak, qo'limni yuyibroq tayyorlamasam nashtiliqni. İştanni beshinglig'i kiyib bağan yeringlardan o'yin tepkilanmay, taklamakan cho'liga ketib qolmanglar yana. Chaqchiqingni qo'yib xotin, eldan bo'lib texicha uyg'onmay yotgan aha mo'zayni bir uyg'otinglar. Masjidiq aha jigdilik to'tandagi bug'doyni bir sug'urib etsin. Gulayim bog'ning kayniki ko'k tatliqni o'tsin. Sizlar tugmanga berib, menga yordamlashinglar. O işte, o tugmanda neyim bor menga? Nemi bodaysan go, ha? Tugmanning oldini eshakning tezaklari qoplab ketdi. Shulan tozla. Tugmanning to'rdagi yotoq uymi bek maynatlashib ketdi. Chinarxon gap qilmay, uyning orqasiga o'tib, hojati ravo qilgandan keyin ballarni uyg'otishga mangdi. Hay, Matsidiq, tura o'rningdan. Mush chaqqichimi yotamsan? Oqshim bo'lsa, nemishlarni qilasankin tang. Tun yerimgacha uyga paydo bo'lmaysan. Atse vaqt bo'g'ich qopmaysan. Chinarxon shundoq deb Masdiqning beshini noqib uyg'otishga kirishdi. Masdiq so'zilib birni asnivatgandan keyin g'udrashqa boshladi. Voy, ko'zim amdil uyquga bo'lgan demina. Tura o'rningdan. Hay. Jigdilik to'tandik bug'doylarni sug'urib etib kelgin. Tura. O'zing sug'org'ina berib, o'mlaqman menni ish qilishni bilgan. Bamsan mayli amsa. Men dadangga bormaydi ekan deb qo'yay. Oy, borsamla bo'ladi-ku. Qachonlar qarasa dadamga chaqman deb turdi ekansan. Chinarxon qizining hujrasiga kirdi. Bu chaqda Gulayim o'rnidan turib, aynakning oldida chechini taravatdi. At deganda to'y bo'ladigan yangi kelindek aynak qarab jabdinmay, pokallarini to'yg'izib bo'ylaramlarni tazlislar xinam. Dedi Chinarxon qiziga tani arlash. Gulayim qapqara uzun chochlarini dolusiga tushirib etib, onasining chiroyiga tikilib qarab, pusung'ida birini kulibdi. Voy, ana, tex o'rningizdan turib yuzingizni yumabsiz-ku. Qarang aynakka. Chinarxon qizining oldidagi aynakka qarab cho'chib ketdi. Chinarxonning yuziga birisi qozon qarisi surkab qo'ygandek qasmoq turadi. O sal o'ng'aysizlanib tursa-mu,
qizining oldida chandurg'isi kelmadi. Mənmiço, səndək bekar niyaz bolğan bolsam, pölümə yigidək yağlıqırıq oxşap yürgün ba. Turmuşning arvısını tatib bulamay muşundaq özümni tashlab etib yürüydigan bo'lib qoldim shu. Oycan, ana, qarınğa çaşırınızның paqpaqlıqını. Kelinə, mən çeçinizni tarab qoyay. Gülayim anısının unumağını qaramay, uning chechini tarab qo'yishga kirishib ketdi. Atdiganlik nashidan keyin bir oila kishilari o'z ishi bilan aldirash bo'lib ketdi. Bu oila kishilari Jangal buloq mahallasidagi eng aldar kishilarning biri. Ular 4 toshliq suv tugmini bilan mahalladagilarning bug'doy qo'noqlaridan un chiqarib, xeyli yomon emas kirim yaratib turadi. Suv tugmanning xo'jayini bo'lgan Urayim Postakning mijozi chus. Ko'ngli tuz odam. Lekin u shu qadar piqsiq. Piqsiq bo'lgandimi, qilni 40 yaradigan piqsiq. Foyda uchun yalang'oyoq qo'qasqa dastlab boradigan manfaatparast odam. Tugmanga ugut elib kelgan kishilardan un tortgan haqnimi mo'chan sinflargacha hisoblab, qildan qiyiq ketkizmaydi. Kishilar uning tugmidan un tortib, bir atin haqnimi qo'yib bermay og'indan qaqshapmi qo'yishidi. Lekin qaqsimi amal yo'q-da. Chunki Jangal buloqda Urayim Postakdan boshqa odamning tugmini yo'q. Urayim Postakning 5-6 qalisi, 30-40 ta qo'yi bo'lsa-mu, qish kunlari birani o'ltirib, xotin bolalari bilan billa 3 oy bag'rini maylab turay demaydi. Cho'ng qizi Guljamalning to'yig'imi pul ketadiganligini bilib, mahalladagi xeyli obdal loyiqlardan kelgan elchilarni qo'ldan chiqarib qo'ydi. Mahallada hech kim uning kutgan yerdan chiqolmag'achqa, oxiri yiroq bir yezdagi kigisining o'g'liga barliq to'y chiqimini o'g'il taraf ko'tarilganga deyishib, ondan yotliq qildi. Mana hozir qizi Gulayim 23 yoshga kirib, Jangal buloq mahallasida qiriqiz deb atilib qoldi. Mahallada hech kim kigisidak qiz tarafning chiqimini biz ko'tiramiz deb maydasiga mushlab baqmag'achqa, texchi qizini yotliq qilmadi. 2 yilning oldida Mehmet Baxshak elchi kirgizgan bo'lsa-mu, Urayim Postak uning yuzdan yuziga mening undaq chapini tizdan oshmaydigan, yo'qsullik nerqashmaydigan qalandagi qiz bermayman deb gapni uzivatdi. Keyin yana bir necha elchilarni mana shundaq gaplar bilan qaytirib-atdi. Shunda qilib bu yildan boshlab Gulayimga keladigan elchilarning oyqi tamam üzildi. Gulayimmo pat-pat anasiga qaqshab qo'ydi. Mahalladagi Amidkamning qizi bilan mening yishim tang. Maktabdami birga o'qigan. Uningchu hozir 2 bolasi bo'lib bo'ldi mana. Chinarxon bundaq vaqtlarda dadisining piqsiqligi haqida bir haza qaqshab beqib, yana to'xtab qoladi. Hammadan bak alam bo'ladigini yanili mahsidiq. U ba'zida Gulayimga uchuqdan uchuq issiq o'tkazib, "Hey, sen qachongacha oilamizni qeri qiz bo'lib o'tiraversan deyman. Bilib qo'y, suyga qonmagan gul oson to'zib ketadi. O'zingni la emas, mening baxtimga o'tiryapsan hozir. Ikkimiz ochiq bo'lmagan bo'lsak, og'zimga har gaplar kelgan." Uchinchi qism. Lapchi bilan madda. Ochiq gap qolgan chog'larda Masidiq Urayim Postak bilan tang zukumlashib qo'ydi. "Dada, bu yilmi sendan o'sib qoldi. To'y qilish yechimga berib qoldim. Menimcha, haqning bolalardek jinsi qiz, uzun chashliq birari bilan tepishib boqay degan. Ko'nglimga kelmasa, ashtalarning birasi bilan birga o'ltirib qopib, ancha-muncha ko'nglimizga so'yib o'tmasak bo'lmas?" To'g'ini gavdamisi? At deganda nashtilqinga poq yegandek nimanda ses qilib qilsa-va? Xotin kishini tep doğruning o'rnini buyurib berdim ya sana. Nehini bo'ytaqlamni xotinsiz bir opdan yashayotmamdi. Sen mamisa anamning xetini berib o'tib, bo'ytaq yashab baqamandaq. Qanday bo'ladi ekan? Oshning holiga to'q yetmas, yo'qning qadriga boy yetmas degan gap bo'ldi-da bu. Urayim Postak o'g'lining mana shunday sesiq gaplarini chidab o'tkazib o'tadi.
atrat boshlig'i Davud Turg'a bugun cho'ng o'stangning yenidan mahalla tarafga suv oqadigan eriqning shig'ilni elib, suvni ravon oqtirish uchun kuch tashkillayotdi. Tunugun oqshom qora eshikka minib, uy-mo'y kirib, mahalladagilarga xabar qilib atgan bo'lsa-mu, yana ba'zilar so'ralmilik qilib, vaqtida bag'ilib unamagan edi. Davud Turg'a ichiq beshig'i chiqqanlarni bir qator yo'qlam qilib atgandan keyin ishqi chiqmaganlarni yana bir qatim chaqirish uchun qora hangisiga minib mahalla tarafga yo'l oldi. Ishqi chiqmaganlar ichida Imin Shangyo bilan Patan Poqoqmi bor edi. Davud Turg'a Patan Poqoqni uxlab yotgan yerdan uyg'otib, toza tillab, iza ohanatga ko'miyotgandan keyin Imin Shangyoning uyining oldiga keldi. Bu chaqda Imin Shangyo yig'ilda eshkiga bo'g'iz berayotgan edi. Davud Turg'a Iminning samonlayda qo'polg'ini suvalgan pakarg'ini ikki qiz uyga kirib, Iminni topolmagandan keyin uyning keyindagi eg'il tarafga uni to'lg'ashmangdi. Imanaxo, Imanaxo, enisizlar. Imin Shangyo eg'ilda turib, Davud Turg'aning to'lg'inini anglasimi, anglamaslik qisilib, ichida g'o'toldi. Xudo aytib dorg'a. Deganda dorg'iliqingni voyga yetkazib olmasangmi, ichiq beshini tep bora olaydim men. Adamga oromchilik beray demayslik o'zadi. Sen dorg'ining zulmidan o'lganda qutuladigan o'xshaysiz. Ya, deshoy. Odam qichchasi mo'rab qo'yayim demaydi ekansizlar. Habs tavrimas degandek, qarsam hayotgansizlar bo'lmasa. Men bir mo'raydiganga qo'y qalamas, shu deyjong. Ko'zlarga bir xotinlarning ish kiyimlarini kiyib kelmagandikan, obdara qarab bir gap qilslar. Kechidan kaslarni ishtishlab olmagandikan, tashaq tushgan burgidek sakrimislar. Shu deyjong, qaq nashdida. Imin Shangyoning gaplari Davud Turg'aning titan tomiriga tegdi. O'skilan qoshlari likildab, yo'g'on burnining tuyushqchilari kengaydi. Gap qilmasam, nemanda yuzmoyaga qig'og'ida gap qilsin o'y atiganda. Men seni shaxsiy ishimni qilib deb chaqamidim. Atiganding kash kichib bozmidoning quyruqini o'rib shumay. Mana va ichiq beshig'a qo'ng'aqtaq. Eshakning quyruqini o'rishkimi odam ketidi, shu deyjong. Sizlarga uydagi xotin ortiqlik qilib padiga ketib turganlari bilan biz eshak o'zimi haq tatqizib qo'ymay o'zimiz jo'ndaymiz. Shaxsiy ishlarga sog'lari o'simi yoqtirmaymiz jima. Xotinlarning hojatidanmi haq tadiga yetkazib obdan chiqadigan o'g'avali biz. Davud Turg'aning endi chidab turg'uvchiligi qolmadi. U gap tankilamaydiganligini bilib, etilib bag'inicha Imin Shangyoning yaqasini siqdi. Nima deysan, kaksaltan o'g'ri? Xotinimni tishlab tatqida qoldingmi texa? Seni vaqo, mushi eg'ilingdagi boz medamni tas yortidi. Nimanga yo'g'an gap qilsan? Yerebika jamoatingdagi ayol zotining hammani birnim qilib o'tmayman. Davud Turg'a shundoq deginicha uning yaqasini amburda qisib qaralg'i miqdidi. Bozmadining yendila qaral ayrib sulangan 4-5 tal chiqaqpaqlan urkib, eg'ilning burjikiga berib turdi. Imin Shangyo shuncha kuchapmi Davud Turg'aning bozg'andek kuchli qo'llarini yaqasidan ajirtanmadi. Yeli xeli kuchab bo'g'ilg'ashqa xiqrab nafsi bo'g'ilib qoldi. Chiroyi pokandek qizardi. Endi sal pas qo'yga tushmasa, o'zining ziyon tortquchi bo'lib qoladiganligini bilib, bayiqi qaraganda sal petidan tushdi. Shodijang, hammamiz bir o'stangning suyini ichib cho'ng o'g'allibmiz. Bunda qilishib ketmaylar. Shodijanglik maras emas-ku sizlarga. Bu gapni anglab Davud Turg'a qo'lini bo'shatdi. Uningga qo'llarini chinab turib dedi. Deganda o'zingni bilib, menga shilton atma gap qilgan bo'lsang, menda qilishib ketmaydi qasla. Gapingni ochiq qila. Ichiqni remont qilib boramsa, bo'lmamsa. Yagi suv kasi 6 putliq olib yuguraysa, bormayman desang, yeringa suv kagini men bish ko'ray. Men bormayman demidim, Shodijang. Avalim sizligimi ayan. Bir vaqt topsam, yana bir vaqtliqimning g'imida yurayotgan odamman. Bugun yana tirikchilik yo'lida tuzg'i chiqay deb turgan. Men seni zo'lamayman. Tuzga olayman deb ya termayman desangmi, o'zingning ixtiyori. Termayman deb gapning ochiqini qila, aksho'g'andikan. Teriydigan odam tayyor. Davud Turg'a gapini tugitib ketib qoldi. Imin Shangyo Davud Turg'ani mingni tillig'inicha ichiq beshig'i berishga tayyorlandi.
Mahallaning boshlanish qismidagi cho'ng o'sangning bo'yidagi echiq beshi qaynam toshqinlikqa cho'mgan edi. Kishilar qo'llariga jo'to bilan gurjaklarni ilib, echiqning ichiga kirib, to'shib ketgan shig'il toshlarni ko'lab teshiga atatdi. Kishilarning varang-churonglari bilan jo'to gurjaklarning toshga urilgandagi tarang-turang ovozlari quloq mingini yetdi. Ang kaynida ishq yegan Imin Shangyuni ko'rgan Masavur Vayiz gap boshladi. Imin Shangyo, ishq kelishinglar hozirmi texe? Kechadan yotqandan ostida qoldinglarmi yo bir kecha uxlamay tunab chiqib, tong otganda xo'rak tushib ketdinglarmi? Xatolashmasam baq, bu adash kechadan do'qmushlik eriqning bo'yida ya bo'lmasa bir tulxutunning qo'yini yetib qolgan gapdan. Shuni mo'shundaq Abdalning paytimizdak so'rilib qoldi. Adamga gap detamaganda chaqchiqanini qo'yinglar. Imin Shangyo chiroyini ochmadi. U baya Davud Turg'i bilan urushib qilib, xili obdalli qo'soq ko'pik tatib olg'ashqa gapmi tetamaydi. U barliq tasirotlarni eriq ichidagi shig'il toshlardan olmoqchi bo'lgandek qo'lidagi jo'toni kuchab shig'ilga urishga boshladi. U to'xtamay bir asat atrofida shig'ilni bo'shatgandan keyin beshini ko'tarib, peshonasidagi munchoq tarlarni ko'ynikining peshi bilan surtdi. Quyoshning kuchli harorati zeminga aymay tushib turgan bo'g'ashqa ishlamchilar allaburun o'zlarini soyga tashlab, oftobdan daldilishga boshlagan edi. Bakiringlar, Imnaxon. Olam issig'anda juvozga qatgan kalidek pishildab qolmay. Dedi yana Masavur Madda Imin Shangyuni gapga salmoqchi bo'lib. Imin Shangyo atrofga sapsilib qaravatgandan keyin Davud Turg'ining o'zidan ancha yiroq bo'lmagan joyda turganligini ko'rib, odam bajayda uning bilan deyishib qilib, yuzining tushib ketishidan qo'rqdi. Bo'ldilar, men hozirlik keldim. Biroz ishlab qo'yay. Bir top sog'liqning orisi qo'shilgan o'chkidek faqatla odamga qo'shilmaydigan ekansa. Et deganda uydan chiqmaysa, endi ishchanligingni pesh qilib, biroz orom olaylik desa unumaysa. Gachining tushdi qopa degandek ish qiladi ekansa, adash. Imin Shangyo gap kichidimay, yo'g'on bir tupchikdining tuvida soydab o'ltirganlarning qatoriga qo'shildi. O'ltirganlar gapning temisini topolmay, tog'dan, bog'dan birdan paranglashib o'ltirdi. Ular Imin Shangyunimi xili gapga sap baqqan bo'lsa-mu, uningdan zuvon chiqmadi. Shuning bilan Masavur Madda yana gap boshladi. 10 yilning oldidagi chaqlarga deyman. ishlamchilik qilamiz deb Shimoliy Shinjong taraflarga bir necha og'inam bilan o'tib qoldik. Madika bozoriga berib tutsak, yenimizga bir odam kelib, necha yuz mo o'rdigan o'mi bor dedi. Bizningmi o'mi o'rishqa obdalla ipimiz bo'lg'achqa yaqtimidiq. Bu odamning kayindan agishib, cheksiz ketgan bug'doylikqa qadam qo'ydik. Qo'lamga o'g'oqni ilib, bir sol bug'doyni o'g'inim ismida bor. Jismimda kuch-quvvat urg'ib turadigan toza qiranchoqlarim bo'lg'achqa o'mi deganni shunda urab ketibdimi. Bir chaqda kaynimga shundoq qarsam, atrofimda men bilan tang sol tatib bug'doy o'rayotganlar ko'rinmaydi. O'zimmi bug'doyliqda emas, yop-yeshil o't-cho'plar tizimiga chagidek o'sib ketgan cheksiz bir yayloq turibdimi. Nima ishdi bu deb hayron qoldim degina. Darrov kaynimga yondim. Kaynimga yenib xeyli monsammi, men sol tatib kirgan bug'doyliq ko'rindigandek emas. 2 soat kaynimga yenib mangandan keyin ondan oltundek tavlinib turgan bug'doyliq ko'rinishga boshladi. Sapsilib qarasam, amralarim sol tatib bug'doy o'rib o'tibdi. Faqat qaq o'ttirdilla, men sol tatib o'rgan bug'doy bashaqlari ratlik yotidi. Shuni bilib yetdimki, men sol tatib bug'doylarni o'rayverib, cheksiz ketgan yayloqning o't-cho'plaridanmi xeyli o'ribdimi. Amralarim bo'lsa, tushgan solni yerim qilamabdi. Ishchanligim xo'jayinning qulqiga yetib, ota-oyin meni uyga chaqirdi. Xo'jayin katta baylardan bo'lib, 2 qavatlik esil dachida o'tirdi ekan. Xo'jayin meni uyga chaqirib, esil nozu ne'matlar bilan mehmon qilgandan keyin maqsadini ochiq dedi. Yigit, jahon ichida kam uchraydigan ishchan yigitlarning biri ekansiz. Mening dunyoda faqat yolg'iz qizim bor. Shu qizimni sizga chetib qo'yay. Menga 2 o'g'il bo'ling deydi. To'satdilla beshimga omad qushining qo'nish oldida turayotganligini ko'rib, oyojinimni bosamay qoldim. Ma'qul desam, yurtlik xotin bolarimga yuzsizlik qilgan bo'laman. Yo'q desam,
Göz aldımdaki xo'jayinning pari sifat nozinin qizi qash ko'zlarini o'yintib o'ttamam da. Ahmakkansan aka. Aşındaq güzel nazınla köz aldığında tırsın o. İşki aylandaki naynak xotның bilen mankı tazlırgı tartışıp oturapsa. Hey, kolunu kәген nanni tutup yemeyden biçar ekensen. Vay sen jim turayapka. Mət Savrның gepigi var go, hergiz ishonmanglar. U qo'ng'i qarab o'sirib o'tirib gap topadiganlardan juma. Gepimni bilmasanglar-chu. Oxir botixa. Shunda qilib xo'jayin qizi bilan meni yolg'iz qo'yib chiqib ketdi. Men xo'jayinning yolg'iz qiziga xotin bolarim borligini ochiq dedim. Lekin u qiz mening korim yo'q deb bag'rimga tashlanib yig'lab turib oldi. Hisiyotimni bosolmay u qizga cheqilib qo'yibdim. Keyin yana aqlimni tepib uydagi xotin bolarimni o'ylab, u katta boyning hashamatli dachisidan qechib uyimga kelib oldim. Yalğanı toqishga hajab usti juma akasan. Kim ishini bundaq yalğan yavdaq gaplaringga? Ha, Mət Savrның laqimi maddah bo'lganda ekan, laqimiga loyiq ish qildi-da, ha? Mushu Mət Savrni-chu, onasi kichkida qush qochpoqda eg'izlantirganmikin degim keladi. Nədimi topadi ekan deyman mujunda gaplarni. Hay, ko'pchilik, endi menikini anglanglar. Ha, qani lapchi, senmi chatqanma? Gapni to'xtatinglar, ey. Qariq-qaraqchini gap bilan yo'lga soladigan, gap bilan shahar oladigan lapchining laplarga quloq solaylar. 18 yoshli qira vaqtlarimga deyman. Bir kuni katmanni o'shnam gelib, eriq yoqlab ketib olsam, jigdilik to'tanning yoqsidagi qo'yiq o'sgan jigdilik orasidan shirq-shirq qilgan ovoz anglab qoldi. To'satdan menda shu jigdilik orasiga bir kirib qarab beqish vasvasi qo'zg'aldi. Do'lamdagi katmanni eriqning bo'yiga qo'ydim-da, jigdilikning orasiga kirib ketdi. Eliqi ovoz qo'ligimning to'dil anglatdi. Lekin u ovoz chiqargan narsani ko'midim. O narsaning nimaligini bilish uchun jigidlikning orasiga ishqirlab kiraverdim. Burunqidek ovoz yiqildi anglandi. Shundili men eshitib uchirganligimni bayqadim. Qo'rqonimdan yuragimning so'qishi tezlashib ketdi. Kaynimga yenib jigidlik ichidan chiqib ketmoqchi bo'lib yugurdim. Yugurib ketib, bir narsaga putlashib yiqilib ketdim. Dördüncü qism. Palakdan tushgan pari. Yugurib ketib, bir narsaga putlashib yiqilib ketdim. Yiqilgan yerimdan beshimni ko'tarib qarasam, beshimda oy desa oy emas, kun desa kun emas, ajoyib chiroyli bir qiz turibdi. Tug'ilibda hozirgacha undaq chiroyli bir qizni ko'rib boqmagandim. O qiz shunchalik chiroyli ediki, afsona rivoyatlardagi oy yuzlik malikalarni o qizning oldida yamoq bo'lolmaydi. Asta o'rnimdan turib, güzel Nazlı'nın oydek jamoliga maftun bo'g'inimcha qarab turib qoldim. Bir chaqda qiz menga salom qilib, ahvol so'radi. Men bu qizning salomini ilib kelib javob qaytardim. Qiz o'zi go'zal bo'lib qolmay, ovozimi shunchalik yaqinliq. Kumush qo'ng'iroqdek zil, tog' suydak yangroq edi. O qiz shahlo ko'zlarini menga tikkinchi ko'zimning ichiga tikilib qarashga boshladi-da. Men bu qizga nima deyishni bilolmay, tilim gal, aqlim lol edi. İkimiz bir-birimizning ko'zimizning balxonasining ichiga qarab, qanchalik turdikki, buni bilmayman. Oxiri men qizga bir narsa deyish kerakligimni bilib, yig'izlashdim. "Ay, oma qizchaq, ismingiz nima?" O qiz, "Ismim Go'zaloy" dedi. Uning ovozi nihoyatda yaqinlikka. "Kimning qizi bo'lasiz?" deb so'rasam, o qiz, "Men Palakchoyning yagona qizi bo'laman. Bugun otam uxlab qolgan fursatdan foydalanib zaminga tushgan edim.
kutilmaganda sizni uchirtib qoldim dedi. Qizning og'zidan yo'chun gaplarni anglab, nima deyishimni bilolmay turib qolibdiman. Bir chaqda u qizchaq xatolashmasam siz odam bolasi bo'lasiz-ku deyman degan gapni qilib qoldi. Ha, men odam. Saud Qotazning o'g'li Yusuf bo'laman deb javob berdim. Qiz beshini ling'ishtirib qo'yib, hech qanday gap qilmadi. Men yana qizga nima deyishimni bilolmay turib qoldim. Nimandaq ahmaq aysan? Jigitlikning ichida ikkinlardan boshqa odam bo'lmagandikin, shu yerda meni boshlab ketmay deyman. Qo'yinglar haybollar. Mushu lapchining gapiga ishinib ketdinglarmi deyman. Yusuf lapchining ishkini uch ko'radigan, uxlamay yetib tush ko'radigan odatni sizlar bilmamsizlar? Buning lavzi paroni anglab o'tirguncha sirklaymoqman. Qani boshlig'ini lapcha gapingni. Boshqalar anglamasa, biz anglaymiz. Jangal buloqda sendek lapchining bo'g'inimi bizning baxt talimiz. Qag'allarmi xamonga tushgan qushqashdek vichirlashqa boshladi. Shuncha ko'p odamning diqqatini o'ziga burab, zo'q-sho'q bilan so'zlayotgan Yusuf lapchi jili bo'lib vaqirdi. Vay nemandaq gapimning beliga tepislar deyman. Pasarliqdan mo'za yugurib chiqqanda qilmay jim o'ltirib, yaxshi anglanglar. Hammasi qaynayotgan qozonga so'g'uq suv quygandek chippidi to'xtab qoldi. Bu odamlarmi qiziq? Davud turg'i yig'in olsa, qapoqning ichidagi harda qo'ng'ildishib, birdam jim o'ltirmaydi. Davud turg'i vaqirab-chaqirab, og'zini buzib tillasimi kari yo'q. Mana endi Yusuf lapchi bir ig'iz vaqirab bo'g'icha jimib ketganini qaramam degan. Yusuf lapchi hammalarni jimiq turgandan keyin yana gapini boshladi. Qizning menga tikilgan ko'zlariga qarabli menga oshiq bo'lganligini bildim. Men u qizga qarg'an sir yuragim pijildab yetishib ketayotganligini sezdim. Oxiri jur'atga kelib qizga ig'iz ochdim. Qizchaq, nemandaq go'zalsiz. Sizga desam bog'u, men sizga kuyib qoldim. Meni Murat maqsadimga yetkazasizmi? O qizchaq menga qarab kulimsirab turaverdi. Men asta uning yeniga kelib paxtadek yumshoq qo'llarini tutdim. Qiz bo'lsa hech qanday qarshilik qilmadi. Men bu fursatni qo'ldan bermay, uni quchoqlab bag'rimga ching bosdim. Qiz bo'lsa shosh kiyikdek urkib, bag'rimdan sug'urilib chiqib oldi. Ondan u menga: "Jigit, siz rostdan menga oshiqmi? Agarda oshiq bo'lsangiz, mening shartimga ko'nsangizlar, ikkimiz mangu ayrilmaymiz" dedi. Men: "Qani ayting go'zal qiz, nima shartingiz bo'lsa ko'nishga tayyorman" dedim. U menga: "Men Palak shoyning qizi bo'laman. Men otamning yolg'iz qizi. Otam mening zimmiga tushgan inson bolasi bilan to'ylishimga hargiz qo'shilmaydi. Shunga siz menga rostdan oshiq bo'lsangiz, men bilan Palak chiqib turmush qurishingiz kerak. Siz otamga kuyovul bo'lsangiz, keyinchi otamning taxtiga varislik qilasiz. Bir umr rahat farog'at ichida yashaysiz. Mo'shunga qo'shilsangizlar, men sizning bo'laman" deb javob berdi. Bu gapni anglab sal ishkilinib qoldim. Güzel qizning gapi bilan yurt makonimdan kechib Palak chiqib ketay desam, yashinib qolgan ota-onamga tortishqim keldi. Ma'qul demay desam, beshimga qo'nish oldida turgan baxt qushini uchirib atgan bo'ldi ekanman. Bir hazo ishkilinishdan keyin qizning talbiga qo'shildim. Qiz qo'shilganimni anglab, yilliq birini kulimsirab qo'ygandan keyin beshidagi chechidan birini yo'lib qo'limga tutqizdi. Men chashni qo'limga elishim bilanla dumbamga bir jup qanot chiqib qoldi. Qizg'imni qanot chiqib ko'kka o'rildi. Meningmi bir jup qontim ixtiyorimga bo'ysunmagan holda kerildi. Shuning bilan men asta qizning kaynidan ko'kka ko'tarildim. Ayhannas, ikkimiz qo'l tutishib bepoyon ko'k osmonning qa'rida parvoz qildik. Qanchalik uchdik esimda yo'q. Bir chaqda oppoq bulutlar orasida tomlari oltindan yasalgan haybatli bir o'rda ko'rindi danglar. Qiz bilan ikkimiz uchishdan to'xtab, o'rdining darvozasining ichiga kirdik. Darvozning ichida dubulg'i Saud kiygan nurg'un askarlar sap tortib turibdi. Biz askarlar orasidan menib o'rdining ichiga kirdik. O'rda ichida isl tovar durdullarni kiygan vazir buzralar ikki saf bo'lib turibdi. To'rdiki oltin taxt ustida bir podshoh mag'rur oldida o'tiribdi. Ikkimiz oltin taxtning oldiga kelib shohga salom qildik. Shohimiz salomimizni ilik oldi. Shoh qizidan mening kimligimni so'radi. Shoh qizi go'zalay otasidan o'zining zaminga tushganligini sir tutib va
atısıga mundaq dedi. Şah ata, bepoyon ko'k qarda erkin parvoz qilayotgan edim. To'satdili noiti yo'g'on bir burkutning bir odamni o'tkir tirnoqlari orasiga ilib uchib ketayotganligini ko'rdim. Burkut o'ljagan narsaga qarab, uning odam ekanligini bildim. Odamlarning yer yuzidagi eng vafodor, eng aqlli maxluq ekanligini bilgachga, u odamni qutqizib olish istiga qo'zg'aldi. Shuning bilan men burkutning o'tkir changili orasidan bir odam zotni qutqizib chiqdim. Shah ota, o'zlariga naq gapni qilay. Bu odam bolasi bilan ikkimizning bir-birimizga maylimiz tushib qoldi. Shunga ikkimizning to'y ishiga qo'shilib, bizni murod maqsadimizga yetkazgaylar. Malik shundaq debdi. Shoh qizning gapini anglab nima deyishni bilolmay bir hazat jimib qoldi. Shoh uzun o'yinishdan keyin, "Qizim, sen mening dunyodagi orzuliq bir tolli qizim. Mening sening telefonni rad qilg'im yo'q. Lekin biz azaldan yer yuzidagi odamzot bilan qudilishib baxmagan. Ham ular bilan aloqa o'rnatib baxmagan," dedi. Otasining gapi tugamayli qiz yig'lashga boshladi. Qiz bir hazo yig'lab qag'ishlik qilgandan keyin otasi amalsiz ikkimizning ishiga qo'shildi. Lekin menga, "Ey odam bolasi, qizim bilan visol shodligiga cho'mishni o'ylasang, menga bir ishga va'da berishing kerak. Sen ikkinchilab yer yuziga tushmaysan. İnsanlar bilan bo'lgan aloqani butunlay uzsan. Shunda qilsanglar men ikkinglarning ishiga qo'shilaman. Keyin seni mening shohlik taxtimning varisi qilaman. Navoda deganimga ko'nmasang, seni hozirla o'ltirib etaman." Men shohning gapiga qo'shilib ikkinchilab yer yuziga tushib, insonlar bilan aloqa qilmasga va'da berdim. Shoh ikkimizga 40 kecha kunduz cho'ng to'y qilib berdi. Yuzalay ikkimiz oxiri murod maqsadimizga yetib, bir hujraga kirdik. Shu kundan boshlab mening hayotimning eng baxtli chog'lari boshlanib ketdi. Özümni ba'zi chog'larda tush ko'rayotgandek sezishga boshladim. Shoh qizi bilan har kuni ko'k osmonning qarida uchib, o'ynab, kulib yurdim. Qo'rsig'imiz ochganda bo'lsak, umrimda yeb boqmagan lazzatli tamoqlar har qachon tayyorli turardi. Ikkimizning xizmatini qildigan mulozim chakarlarimiz sanoqsiz edi. Qisqasi, mening hech narsadan g'amim yo'q edi. Oradan qanchalik vaqt o'tdikin bilmayman. O'z mahallamni, ota-onamni shunchalik sevgandim. Gözlerimden yaş korumadı. Mening g'amga petib yurganligimni ko'rgan rafiqam go'zal oy, "Nim bo'ldi azizam? G'amkin yuraysan. Chiroyingni miskinlikning bulutlari qoplab ketibdi-ku" deb so'rab qoldi. Men uning g'amga cho'kib yurishimning sababini aytib berdim. Go'zal oy, mening qayg'u azobimni tushungandan keyin men bilan tang ko'z yosh qilishga boshladi. Hamda menga, "Ey azizam, otamning gapiga qarshi chiqish cho'ng gunoh hisoblandi. Endi sen mahallanga mangu qaytolmaysan. Lekin mening vaqtliq bo'lsam qavm qarindoshlaring bilan ko'rishtirib qo'ya oladigan nihoyat yaxshi bir amolim bor. Biz tarafda kecha bo'lganda sizlar tarafda kunduz bo'ladi. Biz kechasi bir amal qilib zamonga tushaylik. Shu chog'da sen qavm qarindoshlaring bilan ko'rishib, vaqtliq bo'lsa-mu, sevinish hissiyotingni bosalaysan." Men Güzalayning gaplaridan baxtli xushal bo'ldim. Ikkimiz shu kechasilar zamonga tushdik. Güzalay aytgandek osmonda kecha bo'lsa, zaminda kunduz bo'ldi ekan. Ikkimiz tunji uchrashgan jigitlikning ichiga qo'ndik. Güzalay menga atoyam topilib, "Ey azizam, tez bag'in, tez berib tez qaytib kel. Kun o'ltirib bo'lguncha yanimga qaytib kel. Navoda kun o'ltirishdan burun kip bo'lanmasang, otam uyg'onib qolsa chatoq chiqadi," dedi.
Men onunga kun o'tirishdan burun kip bo'lishga va'da bergandan keyin uyimga qarab mangdim. Ota-onam meni yoshning o'rniga qon yig'lab kutib oldi. Dadam mening nega borganligimni so'radi. Güzalay bilan bo'lgan ishlarni oilamdagilardan sir tutishga tabılğaşqa men boshqa shaharga berib sayohat qilib kelganligimni aytdim. Ota-onam menga "Nimishqa bizning xabarimiz yo'qli Iroqlarga ketasan bolam?" deb bir hazo tillab ochiqladi. Men gap qilmay kashf bo'lganda ularga debni qo'ymay jigidlikka qarab mangdim. Basam Güzalay ko'zi to't bo'lgan holda menga qarab saqlab turgan ekan. Ikkimiz aldirabli qanot chiqirib ko'kning qardi parvoz qilishga boshladik. Biz o'rniga qaytib uzun o'tmayla shohning chaqirtganligi to'g'risidagi xabarni oldik. Bu ishda mening allaburun ko'nglim bir shumliqni sezdi. Shuning bilan men Güzalayga to'ydirmayla qo'ynimga bir tal xanjarni selib oldim. Ikkimiz shohning sarayga birga kirdik. Taxt ustida o'ltirgan shohning alpozi nihoyat yomon edi. "Axsham sen nega bording?" so'rdi shoh mendan. "Ishyaga, qop yurak. Teni olmoqchimisan? Qizimning ko'zini bo'yab ziminga tushib yurganingni meni bilmaydi deb qoldingmi? Sening qilayotgan ish harakatingni ko'z tutib turgan payloqchilarimning bog'lig'ini unutib qolgan o'xshaysan." Shoh shundoq degancha jallodni chaqirib, mening kallamni ilishga buyurdi. Qizi Güzalayning yelinib, yolvurishlariga asla quloq solmadi. Endi men jiddiy tadbir qo'llanmasam, o'lib ketadiganligimni bilib, qo'ynimdagi xanjarni qizining bo'yniga tirab turib, uni go'rga kelib oldim. Menga qarab kelishlarida yalang'ochlab kelgan ikki jallodmi shu hamon to'xtadi. Shohmi taxtdan tushib menga yilinishga boshladi. "Ey o'g'lim, qizimni qo'yib atgin. Har qanday taklifini o'rindashga men rozi. Ammo hozirning o'zida meni o'ltirishdan voz kechib, qizim bilan ikkimizning zaminga tushib ketishimizga ruxsat qil. Bo'lmaydigan bo'lsa, qizingni o'ltirib etaman." Bu gapni anglab, shoh ho'ngrab yig'lab ketdi. "Men qizimdan ayrilamayman. Qizim yenimda qolsin. Sen o'zing zaminga tushib ket." Men shohning gapiga qo'shilmadim. "Men Güzalaydan ayrilamayman. Uni zaminga ep birga ketaman," dedim-da, o'zimning gapida ching turib. Shohmi o'z gapini quvvatlab ching turib oldi. "Bu qizimni ep ketsangiz toji davlatim iz bosarsiz qoladi," dedi-da, shu asnoda ikkimiz xili uzun gap talashdik. Oxiri bir-birimizning gapiga ko'ngili unimay, barliq ixtiyorni Güzalayga topshirdik. "Avval meni qo'yib eting azizim. Ondan men rost gapimni qilay," dedi Güzalay. Men bunga qo'shilmadim. Chunki men uni qo'yib etsamla shohning askarlari etilib kelib, meni o'ltirib etdi. Güzalay menga yelindi. "Azizim, men hozir bakli tanglikda qoldim. Otamning gapiga kirsam sizdan ayrilib qolaman. Kirmay desam otamni farzand o'tida zar-zar yig'iltiman. Undaq bo'lmaydi Güzalay. Biz ziminga tushganimiz bilan otangizni pat-pat yo'qlab turamiz. Men ziminga tushsam sizlar yashayotgan muhitga ko'nolmayman. Eng yaxshisi siz meni o'ltirib etib, jiningizni doldiq eling azizim." Qizning gaplarini anglab yig'lab tashladim. Uni o'ltirishga qo'lim boratdimi deysizlar. Nima qilishimni bilolmay ishkilinib tursam, quchog'imdagi qiz birli yo'lqinib, men uning giliga tirab turgan pichoqqa bo'ynini surkidi. Men uning tangligiga chidamay o'zimni o'ltirib olganligini bilib, yurakim shundoq og'rib ketdi. Lekin endi hechib ketmasam, shohning lashkarlari meni o'ltirib etishdi yonmaydi. Bekalik asar saloni. Üntekin studiyasının işleyen avazlık asarlarını haksız anlaş menziliniz Bekalik asar saloni. Ündidarının izdaş ramkisiga penince Bekalik asar deb kirgizib qo'shib bilim. Jangal bulaq 5-chi qism. Chaqirilmagan mehmon. Men uning tangligiga chidamay o'zimni o'ltirib olganligini bilib, yurakim shundoq og'rib ketdi. Lekin endi hechib ketmasam, shohning lashkarlari meni o'ltirib etishdi yonmaydi.
ko'zini qiyo ichib yotgan go'zalay bilan oxirgi qitim vidolashgandan keyin uning ko'zlarini o'z qo'lim bilan yumdirib yerda yotqizib qo'ygandan keyin xanjarni qo'limga oldim. Shoh qizining o'lganligini bilgandan keyin taxt ustidan chachrab turib askarlarga meni tutishga buyurdi. Men oldimga etilib kelgan lashkarlarning hammasining qonini yerishga boshladim. Shunchalik kuchlanib ketdimki, oldimga kelgan lashkarlarning hammasi o'lim sharbati ichdi. Bir kun to'xtamay o'zim yolg'iz jang qilib, oxiri shohning lashkarlarini chekindirdim. Shunda qilib zaminga omon-eson tushib oldim. Bichora go'zalay shunda qilib mening ishqimda naq o'lib ketganma bo'ldi. Hatpat tushimga kirib qoldi. Kasofatning qizi jonni ilib jangalda qo'yatdi-da. Ohoy! Rivoyat to'qishga bag'an sira ustilishib ketibsa, texi o'zim yolg'iz shohning necha ming kishilik lashkarlarini yartishlatdim deyishlarini o'rgilay. Nima desam o ish qilib bizni zeriktirmadi-ku. Odam ko'p bundaq so'rinda munchalik gap qiladigan odamni bo'sh tegilmaydi-mi? Necha vaqtdan beri yig'ilib qolgan gaplarimizni sitishib bo'lgan bo'lsak, turib ishlab qo'yamdik azroq. Dedi naladidandir paydo bo'lgan Davud Turg'a. Shunda qildi Shodijon, shunda qildi. Ko'kigin chaqqan eshakdek tichangishib qolmasilmi? Biz kichik bola emas. Tuzchining medisi olmagandan keyin yerib charchab qoldik ekanmiz ko'slar. Ozroq tinib olib ishlab qo'yamiz. Qag'allamo o'tirib bir narsalarni deyishginicha o'rnidan turishdi. Ay, birdan bir g'umur-mung'ur o'tirib qolganmiz. Ichidan qon ketdimi adashna? Bunda o'ltamga eshak tepgandek gap qilmasimi, chiroyliroq gap qilsami anglaydi-ku asli. O'zi satning gap saat degan shu. Dadisini azmaydi ordi. Kaprasiya vaqtlarda hechsi uxlatmagan bizni erib kechog'anda ish qaydi. Ali inakning bolasi chala quyruq degan shu-da. Ular joto gurjaklarni qaytadan qo'liga olib, ichiqning ichiga kirdi. Bugun amgaki kelganlarning hammasi arlar bo'lib, faqat Matto'xti boqining ayoli Magnisala bir to'p qo'yning orasidagi o'chkideklar arlarga qo'shilib qolgan edi. Matto'xti boqa xotini Magnisani mening havasimni uyg'otamidi deb ranjib, o'zi uyda bekor yatsimi, uni ishga haydab qo'yadi. Shunda qilib xotindan qo'soq ko'pigini chiqarmoqchi bo'ladi. Magnisamo gurjakni qo'liga olib, ichiqning tigidagi shig'ilni ichish uchun harakatga keldi. Oy, Magnisaxon. Bu yerdagi shig'ilni jo'to bilan bo'shatmoqcha ag'lanmaydi. Siz ovu suv chiqib ketgan eriqning cho'risiga tosh tiziyotgan Ro'zimamat Xo'rozga yordamni shanga berib, dedi Davud Turg'a Magnisaga. Magnisa Davud Turg'uning diginidek qildi. Pah. Voy, Magnisa. Barcha ayollar yesh cho'ngaysa, olma monikidek yigilib, suyiga qanmagan ziroatdek so'lishib ketar ekan. Lekin siz bo'lsangiz, bag'asiri o'sningizga to'lib, qizil guldek ichilib ketyapsizmi? Ro'zimamat Xo'roz tosh tiziyotgan eriqning cho'risi boshqalar ishlayotgan joydan 50 metr yiroqlikda edi. Shunga Ro'zimamat Xo'roz yurakli holda Magnisaga shulgaylarni iqitqinicha gap tashlayotdi. Oyey, to'li yog'lim cho'p qimizli cho'q hojam. Qizilgulning g'onchisiga boshqa bir nimalarni bir o'qishtivasizlar. Mening qizilgulning g'onchisidek ichiladigan vaqtim allaqachon o'tib ketgan. Hozirchu so'lishib qolgan hashqi pichakka o'xshab qoldim. Magnisaning chiroyi qizil olmaning rangiga kirib, necha vaqtdan beri suv ichmagan ko'ngliga suv yugurib, ozroq bo'lsa-mu yashargandek bo'ldi. Ro'zimamatning tetiqsiz chaqchiqiga pisingada birini kulib qo'yish orqali javob qaytardi. Xo'sh, azanlıqçılar, endi gapni Uraymaxunning oilasidan anglaymiz. Matqurban Kanay, menga Uraymaxun Posakning qizi Gulayimni apamsanglar, boshqasining gapini qilmanglar deb qag'ashlik qilib turvag'ashqa, dadasi Ushur Kanay bilan onasi Maysugul amalsiz o'g'lining taklifiga qo'shilishga majbur bo'ldi. Ularmo o'g'li bilan necha vaqtdan buyon qarshilashib harg'an edi.
Neçe vaqtdan buyan bu soğuqdan biraz atlaq baxmagan. Topu besib, petidan tushib ishlatmay datlashib ketgan mis cho'ganda qizni ammasangmi, boshqa birisi chiqmasmi sana balam? Balam. Qiz bola degan xom go'shtning o'rnidagi narsa. Uyda uzoq saqlasa buzilib qoladi. Shunga balam. Mahallimizda Xuvaynaguldak qizlar tursa, ashu necha yildan biroz kelib topsini qiq qo'yay demagan qizga ishtay saqlab yurmagan. Dedi Hushur Kanay. Lekin bu jahil yigit yana o'z gapini quvvatlab turib oldi. Hushur Kanay mahalladagi nopusliq oltimo yerini terib, kunlarini g'o'rgul o'tkazadigan namrat dehqonlarning biri edi. Tugmanchi Urayim Postak bilanmi ancha epik kelishmaydi. Urayim Postak Hushur Kanayni ko'p namrat deb yaratmaydi. Hushur Kanay Urayim Postakni uyning keyniga taratga o'ltirsimi, tunigun yegan narsamning quvvatini chiqarib yuradigan bo'ldim deb, ishini tatlaydigan piqsiqlarning shohi deb ataydi. Ishlar shundoq bo'lsa-mu, u yuzini dapdaq qilib, Urayim Postakning uyiga qizini so'rab keldi. Ular har holda o'zining namrat ekanligini chandurmay, uydagi ikki tal qora to'xoni qo'ltiqiga qistirib olg'ash kelgan edi. Bu qorong'i tushgan vaqt bo'lib, uchaylan Urayim Postakning darvozasi oldiga kelganda, mol chorvalarga o't berib kirgan Urayim Postakning xotini Chinarxon bilan uchrashib qoldi. Ular tinch amalliq so'rashib qo'g'icha, o'yli turgan Urayim Postak Chinarxonni chaqirdi. Xotin, qani sen oy. Kelib üstüyüşümni bir qaqqina. Hamma uniqi. Ay. Voy dadisi, bu yoqqa chiqinglar. Uyga mehmon keldi. Yo'g'am, bir nima kelgan bo'lsin, mayang bir kelinglar. Mehmon deganning oldiga odam talatim bilan chiqmasam bo'lmas. Sat bo'ldi ya, xo'shnam. Hoy, bu odamning mijozi shundoq. Men kirib chiqay. Chinarxon shundoq deb ichiga kirib ketdi. Hushur Kanay o'z-o'ziga g'udirab, g'utuldashqa boshladi. Mushundaq chiqqan poqida katman dastilaydigan, qunaq unida lag'man puxullab yeydigan, ko'mir eshak bilan faqatli qo'shim yo'q edi. Aradan 2-3 minut o'tgandan keyin darvoza oldida Urayim Postak paydo bo'ldi. Voy, qarsam Hushur Kanayda qilsizlar-ku. Ezib kelib keldinglarmi yo bir shamol uchirib keldimi? Urayim axon. Ezib qolmasaqmi, bir mahallikkan deb izlab kelib qoldik. Shamol uchirib kelgan o'xshaydi deb o'ylagan bo'lsanglar, kassakmi mayli. Ay, qarangli gapingni, Hushur axon. Sizlar u yildan bu yilga bu so'g'amdan bir qitim atlab baqqan odam emas. Shuni debdimi hamdi? Qizamanglar to'la. Ay, amsi uyinglarga boshlamamsizlar. Darvozangning oldini chitlab turibman. Qani, uy kirlar. Urayim Postakning uyi op-oq oqartilgan. Tamlarga o't qashdek qizil xo'tan gelimi tutilgan, kangri ham ozoda uy edi. Aldirashchilikda quruqlik kelib qoldik uyinglarga. Az bo'lsimi? Qani. Dedi Hushur Kanay puti bog'langan ikki qora to'xini Urayim Postakning qo'liga tutqizib turib. Ay, bak javob ketibsizlar. Uyinglardagi bir opdan tuxum katlaydigan mekanni ep kelibsizlar emasmi? Qarab turib, sizga quvvat bo'lgan narsani men ilib olsam, sizning rizqingni qirg'an bo'lamadaymi? Ay, tuzuk gap qiling Urayim axon. To'lamini bir mo'chaning ustida tik turadigan o'ndoq toshdek qattiq ko'manglar. O'zimiz namrat bo'lsaqmi, xeyli ko'z qarimiz to'qchima bizni. Bu gap Urayim Postakning jiniga tegdi. U bir oyning oldida matrozi qo'ziq bilan echiq beshida suv talishib urushib qolganda, matrozi qo'ziq uni bir mo'chaning ustida tik turib, o'zining yegan ishkiniga chidamaydigan kuspurosh deb tillab, al mahallaning oldida yuzini qo'ymagan edi. Mana endi Mao bir vaqtliqini topsa, bir vaqtliqi yo'q miyani qalandami shundoq deyotmamdi. Urayim Postak ochiqida bir tatirib, bir qizardi. Uyning taksisida g'uva yenib turgan jinchiroqning yo'riqida mehmonlar uning chiroydagi o'zgarishni sezamidi. Ang'ich xotini Chinarxon dasturxon silib, mehmonlarning oldiga choy qo'yib akeldi. Matqurban Kanay bo'lsa, pat-pat eshakka qarab qo'yib, Gulayimni qayoqdan chiqib qolakin deb o'ltiradi. Anisi bo'lsa, qandoq ig'iz etish to'g'riliq o'yga cho'mgan edi. Ular tog'dan, bog'dan birdan paranglashib o'tirgandan keyin Hushur Kanay xotini bilan ko'z ishorati qilishgandan keyin gelini qirib qo'yib gap boshladi.
Urayim axon. Sizning qizingizni bo'yiga yetib qoldi. Mening o'g'limmi ham shu. Shunga bir rozilik bersanglar, ikkisining beshini qo'shib qo'ysak degan umidda o'yinlarga kelib qoldik. Biz bilan tuqqan bo'lib qolaylik deb kelganingizdan qo'ymi xush bo'ldim. Endi naq gapga kelsam, qizimizning ishi to'y qilish yeshiga yetgan bo'lsa-mu, lekin ahli kamtok. Texi cho'ng bo'lmadi. Shunga necha yil o'tkazib, andin to'y ishini o'ylashaylikmi degan toq. Urayim axon, aqlga siqqudek bir gap qilinglar. Qizingni agivamay, o'yinglarga o'ttir-turi qilmaydigansizlar? Konlarda er qeyrisi qizala, qiz qeyrisi kimala deydigan gap bor. Shunga bir tash tishlab turvanmanglar deyman. Men Urayim tugmanchining qizi teqa er olmay o'ltirib qolgandek holga tushib qolgani yo'q. Kelgan elchi-pelchilarning to'lliqida qatar tizilib, eshak arbilarini bog'liqdek yami chiqmaydi o'yining oldida. To'lib po atmanglar Urayim axon. Ehtimol sizlar yezbozlarning oldidagi dang to'shib ketib, eshak harbisini bog'lig'ili yer topolmay qilayotgan kishilarni ko'rgan o'xshaysizlar. Tugmanga o'git ep kelganlarni davotamsizlar ya? Ay, to'li ejilimni bir qo'lashtirmanglar meni. Men kim bu malda, ha? Qizimni er olmay o'ltirib qolgan qeyri qiz ko'ryotamsizlar qizimni? Men sizlarga qiz berishni o'ylash baxmidim. Ko'nlarda guli bilan, odam xili bilan deydi. Sizlar egiz o'qirga esilolmay, o'zingizga tushadigan birasining qizini so'ranglar berib. O'z hujurisi turib, bo'lingan gaplarni anglab o'tirgan Gulayim o'zining go'shini o'zi yigidek bo'lib atadi. Necha qitim uyga kelgan elchilarni mana shundoq sesiq gap bilan qaytarib o'tishi dadisi Urayim Postakning birinchi qitimliq ishi emas edi. Mayli shu mahalla ichidan bo'lsin yoki boshqa yerdan kelganlar bo'lsin, chaqirisi etiba, su sepiba, xil obdayardan chiqqan loyiqlarni Urayim Postak birini chiqaq, birini usurqaq, yana birini tijmal deb yurib, hech qaysisiga qo'shilmadi. Qizining rayini hech qaysisi so'rab baxmadi. Mahalla ichida bir yigit bilan bir ikki yig'iz paranglashib qolgudek bo'lsa, onasi Chinarxon u yigitni tillab 70 pushtini chiqardi. Gulayim tang tushlarining to'ylishib, allaqachon bir ikkidan balaga ona bo'p bo'lganligiga qarab, ichi ochiq bo'ladi. Mana shundoq bir oilada tug'ilib qolganiga o'kinibmi qoladi. O necha qitim bu o'yin tashlab, bir yigit bilan tepishib olib, kechib ketmoqchimi bo'lgan edi. Chunki mahalla ichida ota-onasi qo'shilmay, kechib ketib baxtini topgan qiz yigitlarmi xeyli ko'p edi.